Elhamdülillah. Sıfatu Rabbina kethira. Robbimiz Alloh taoloning buyuk, mukammal sifatlari behisob. Vallahu Alloh azza ve azza va celle jalla barcha narsaga وعندما qodir zot. يرى المسلم Musulmon kishi ما يفعله المجرمون zolimlar من tomonidan الظلم musulmonlarga bo'layotgan istibdodni ko'rganida, فإنه Alloh يتذكر taolo أن faqat الله muhlat berib ينتقم qo'yganini biladi. Vaqt kelib, وأنه يمحو ما zolimlardan qattiq يستدرج. intiqom olishga aniq والانتقام ishonadi. Allohning intiqomi, هو العقوبة. zolimlarni قال تعالى: jazolashi إن o'ta للمجرمين dahshatlidir. منتقمون. Alloh taolo aytadi: وقال إن Albatta الله biz عزيز jinoyatchi ذو انتقام. kimsalardan intiqom oluvchimiz. Boshqa وقالوا oyatda, ويمكرون albatta ويمكر Alloh الله o'z ishida والله g'olib خير zot الماكرين. va mujrimlardan وقال intiqom إنهم oluvchidir. يكيدون Va كيدا yana وأكيد aytadi: كيدا. Ular makr qiladilar. فالله Ularning makriga qarshi biz ham يحسبهم makr الله qilurmiz. وينكل Alloh من makr دونه qiluvchilarning eng g'olibidir. ويشدد Boshqa oyatda, العقاب ular على makr الطغاة qiladilar va وذلك ularning makriga بعد qarshi biz ham الإعلان makr qilurmiz. والإنذار. Alloh taolo zolim kimsalarni insofga kelishlari uchun muhlat berib qo'yadi va ularning ustida hujjat qoyim bo'lib, hech qanday uzrlar qolmaydi. Shunda Alloh taolo ularni qattiq azob bilan ushlaydi. Alloh taolo har qanday zolim mujrimlarni oxir oqibat yo'q qiladi. Ularning halokatini qolganlar uchun ibrat qilib qo'yadi. Insoniyat tarixida qanchadan qancha zolim qavmlarni Alloh taolo halok qildi. Qancha shahar, qishloqlarni yer yutib ketdi. Qancha hazora tamaddunlarni Alloh taolo yo'q qildi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: Zulm ahli bo'lgan qancha qishloq shaharlarni halok qildik va ularning ortidan butunlay boshqa qavmlarni vujudga keltirdik. Vizantiya hazorasi qani? Yunon hazorasi-chi? Misr fir'avnlari qani? Ular qayerga yo'qolib ketdi? Ha, hammasi yo'q bo'lib ketdi. Alloh taolo aytadi: Zulm ahli bo'lgan qancha qishloq shaharlarga muhlat berdim. So'ngra azob bilan ushladim. Yolg'iz meni huzurimgagina qaytursizlar. Halokatga uchragan ba'zi shaharlardan faqat ustunlar qolgan. Ba'zi shaharlar vulqon ostida qolib, zolimlarning jasadlari qotgan kul bo'lib saqlanib qolgan. Alloh taolo zolim kofirlar haqida yana shunday degan: Robbisining oyatlari eslatilgan vaqtda yuz o'girib ketgan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Albatta biz unday jinoyatchi kimsalardan intiqom oluvchimiz. Allohning dunyodagi jazosi zolim jinoyatchilardan intiqom olishi turli bo'ladi. Oyatda aytilganidek, biz ularning har birini o'z gunohi bilan ushladik. Ulardan ayrimlarining ustiga tosh yog'dirdik. Ya'ni Alloh taolo Od qavmining ustiga hamma joyni vayron qiluvchi toshli shamol yubordi. Ulardan ayrimlarini dahshatli qichqiriq tutib halok qildi. Ya'ni Solih alayhisalomning qavmini qattiq ovoz halok qildi. Ulardan ayrimlarini yerga yuttirib tashladik. Ya'ni Qorunni yer yutib halok qildi. Ulardan ayrimlarini suvga g'arq qildik. Ya'ni Fir'aun, Hamon va ularning lashkarlarini. Alloh ularning birortasiga zulm qilmadi, balki ular o'zlariga o'zlari zulm qiluvchidirlar. Shuayb alayhisalomning qavmiga azob kelishidan oldin bulutli kun bo'lib, uning ortidan bir qancha azob keldi. Lut alayhisalomning qavmiga bir qancha azoblar jamlanib keldi. Ularning ustidan tosh yog'dirildi. Qattiq qichqiriq ovozi keldi. Ularning joylari ostin-ustun bo'lib, yer ostida qoldilar. Zolimlarga g'oliban dunyoda ham azob keladi. Shunday gap bor. Zolim juda tez qulaydi. Mazlumning duosi ham tez ijobat bo'ladi. Hadisda zulm qilishni va qarindoshlar bilan aloqa uzishni jazosi dunyoda tez keladi va oxiratga ham saqlab qo'yiladi. Alloh muhlab berib qo'yadi. Vaqt kelganda birdan azob yuboradi. Alloh taolo zolim jinoyatchilarga muhlat berib qo'yadi. So'ngra to'satdan azob bilan ushlaydi. Alloh taolo aytgan: Ey payg'ambar, siz ushbu Qur'onni yolg'on deb aytayotgan kimsalarni menga qo'yib bering. Yaqinda biz ularni o'zlari sezmaydigan tomondan asta-sekin halokatga duchor qilamiz. Alloh taolo zolimlarga zulm qilgan zahoti azob yubormaydi, balki ularga muhlat berib, rizqlarini keng qilib qo'yadi. Zolimlar rizqini ko'p kelayotganiga aldanib, zulm tug'yonlarni yanada ziyoda qilaveradilar. Oxir oqibat ularga bo'ladigan azobi ham ziyoda bo'ladi. Shu ishratda berilib ketgan vaqtlarida to'satdan azob keladi va bunday holatda kelgan uqubat o'ta dahshatli bo'ladi. Alloh tomonidan keladigan jazo to'satdan keladi va o'ta qattiq bo'ladi. Alloh taolo aytadi: Ular o'zlariga kelgan eslatmalarni unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Zamonaviy texnikalar, ekin-tekin qurol-aslaha, hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Hatto o'zlariga berilgan narsalar bilan quvonib turganlarida ularni to'satdan azob bilan ushladik va ular butunlay noumid bo'ldilar.
Azobni to'satdan kelishda katta sir asrorlar bor. Boshqa oyatda kufr yo'lini tutgan kimsalar ularga muhlat berishimizni o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar. Balki biz ularga faqat gunohlarni ziyoda qilishlari uchungina muhlat beramiz. Ular uchun xor qiluvchi azob bordir. Sahih hadisda banda gunoh ma'siyatlar qilayotgan bo'lib, mol dunyodan xohlagan narsasini Alloh unga berayotgan bo'lsa, bilginki, Alloh unga ozgina muhlat berib qo'ygan, so'ngra halok qiladi. Ya'ni banda gunoh qilyapti. Shunga qaramay, Alloh unga mol dunyo beryapti. Bu holat bandaga uqubat kelishidan oldin berib qo'yilgan muhlatdir. Qatoda rahimahulloh aytganlar: Allohning amri to'satdan keladi. Alloh bir qavmni halokatga uchratgan bo'lsa, ular g'aflatga botib dunyoga aldanib, mast karaxt bo'lganlarda uqubat kelgan. Tinch hayotingizga aldanib qolmang. Allohning makridan faqat fosiq qavmlargina xotirjam bo'lur. Alloh taolo barcha ishlarni yetuk hikmat bilan boshqaradi. Oyatda ular makr hiyla qildilar. Biz ham makr qildik. Ular sezmay qoldilar. Qarang, makr hiylalarning oqibati qanday yakun topdi? Biz ularni va barcha qavmlarni halok qildik. Zolimlarning hovli joylari kimsasiz bo'lib qoldi. Bu Samud qavmi haqida. Samud qavmining maskani hozirgi kunda Madain Solih deb nomlanadi. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: Men ularga muhlat berib qo'yaman. Shubhasiz mening makrim qattiq. Ular qochib qutula olmaydilar. Lut qavmidan nima qoldi? Ularning maskanlari katta bir ko'lga aylangan. Allohning makridan hech kim qochib qutula olmaydi. Alloh taolo aytadi: Shahar qishloqlarning aholisi zulm qiluvchi bo'lganda, Robbingiz ularni ana shunday azob bilan ushlar. Uning azobi alamli va qattiqdir. Zolim albatta qilgan zulmining jazosini ko'radi. Zolimni faqat jazo kutyapti, mazlumni esa yordam, nusrat kutyapti. Hozirgi kunda ko'plab o'lkalarda musulmonlarga bo'layotgan istibdod, zulm, zo'ravonlik, qirg'inlarga guvoh bo'lyapmiz. Lekin Alloh taolo muhlat berib qo'yganini unutmasligimiz kerak. Alloh taolo aytadi: Ana u shaharlarning aholisi zulm qilishgach, halokat vaqtini aniq belgilab qo'ygan holda ularni halokatga uchratdik. Boshqa oyatda zolim kimsalarning qilayotgan jinoyatlaridan Allohni g'ofil qoldi deb o'ylamang. Alloh ularning jazolarini ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda, xolos. Ba'zida zolimlar zulmdan to'xtamay qolganlarga zulm qilib, xohlaganlarni o'ldirib, duch kelgan odamning mol dunyosini tortib olib, o'zlari xohlaganidek yashayotgan bo'lsalar, bu holatni ba'zi odamlar ko'rib, nima uchun zolimlarga hech narsa bo'lmayapti? Nima uchun ular qilmishlariga yarasha jazo olmayaptilar deb hayron bo'ladilar. Bunday o'ylayotganlar shoshilyaptilar. Chunki zolimlarga albatta jazo keladi. Lekin bizlar ba'zida shoshilamiz. Tez azob kelishini xohlaymiz. Har qanday zulm qiyomat kuni ko'p zulmat bo'ladi. Oxiratga qoladigan eng yomon narsa bandalariga qilingan zulmdir. Hech kim sendan ko'rmasin bir qatra zulm. Gar qodir bo'lsang ham zulm qilishga zolim kimsa qilur afsus nadomat. Qilgan har bir zulmi zo'ravonligiga. Sen xotirjam uxlarsan, mazlum uxlamas. Qilur sendan shikoyat o'z Robbisiga. Sen hech narsa ko'rmassan, hatto eshitmassan, lek mazlumning duosi yetur Allohga. Alloh taolo barcha musulmonlarni zulmdan saqlasin va zolimlarning zulmidan qutqarsin. Tug'yonga ketgan zolim jinoyatchilarni Alloh halok qilsin va barcha mazlumlarga tezda najot bersin. Albatta Alloh mehribon, rahmli zotdir.